Ya xudoga shukr, 3 soat deganda zo'r qasayab ketishdi-ya. Holg'a. Keldingizmi aka? Akalar, o'tirish zo'r bo'ldi. Maza qildik. Qobil aka, do'konda ish qanday bo'lyapti? Do'konda ish zo'r bo'lyapti. Oyiga 15 million topyapman. Ishdan keyin 2 soat, 3 soat ozgina taksichilik qilib, ro'zg'orga, tokka, svetga yetkazib turaman. Boyaga 15 millionni toza dollar qilib bosib qo'yaman. Qobil aka, men ham soat 9 da ishim boshlanadi. Soat 5 gacha ishlayman. 5 dan keyin 2 soat taksichilik qilsam aka 150 ming, 200 ming pul topyapman. Ana bu tapris ketib turibdi. Qolgan 20 million sizga o'xshab dollar qilib bosib yotibmiz-da aka. Shuhrat aka, sizda ish qanday bo'lyapti aka? Endi domlaman, 20 million oyligim bor. Endi ishdan keyin sizlar 2 soat ishlasalaring, men 3-4 soat ishlab 300 ming topyapman. Endi haligi topgan oyligimni dollar qilib bosib qo'yapman-da men ham. Qo'shimcha daromad zarar qilmaydi-da. Aka, siz necha pul topasiz shofyor aka oyiga? Rosa qiziq qilyapsizlarmi? Pastga tushiring, aytaman. Tushyapman. Nima qildik akajon? Hech narsa qilmayapsanlar. Nonimizni yarimta qilyapsanlar, xolos. O, menga qara tadbirkor uka. Men o'rningga borib tadbirkorlik qilayotganim yo'q-ku. Domla, o'rningizga borib dars o'tayotganim yo'q-ku. Seni o'rningga borib mijozatingni tushuna olayotganim yo'q-ku uka. Otam o'qimagan ekanda, qo'shimcha daromadli kasbim yo'q. Faqat taksining orqasidan tirikchilik qilaman. Men ham ko'kidan bosib tashlagim keladi, danqalaman, to'ylar qilgim keladi. Seni bo'lsa nonni yarimta qilyapsanlar-ku. Yandik chilgam qiyin bo'lib ketdi, chiqarib ketdim ukalar. Otib tashlanglar. Una mattina